Bugun sizlar bilan sirlari 2 metrga cho'ziladigan, lekin mazasi aniq og'zingizda qoladigan mazali sirli ko'ptokchalar tayyorlaymiz. Kartoshka bilan tovuq go'shtini pishirib olamiz. Kartoshkani pyure holiga keltirib olamiz. Tovuq go'shtimizni chopper qilib olamiz. Tovuq go'shti, pyure, tuxum, tuz solib bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni ichiga bittadan sir qo'yib, dumaloq shaklga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan ko'ptokchalarimizni tuxumga cho'miltirib, talqonga bulg'alab olamiz. Qizib turgan yog'imizni o'rtacha olovda tez-tez qovurib olamiz. Ko'ptokchalarimiz tillarang bo'lib, chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Tayyor bo'lgan ko'ptokchalarimizni issiqligida bolajonlarimizga bersak, mazza qilib yeb olishadi. Siz ham kanikulda bolajonlaringiz uchun tayyorlab bering. Video sizga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib ketish esingizdan chiqmasin.